التكسير وجمع التكسير له 21 وزنا. جمع تكسير 21 vazni bor uni. Lil-qillati minha arba'atun. Ulardan to'rttasi oz qilla uchun keladi, ozlik uchun. Va hiya ular af'ulun va af'alun va af'ilatun va fi'latun. Ka anfus va ajdadin va a'midatin va fityatin. Ular af'ul, af'al, af'ila, fi'la vaznlar ekan. Xuddi mana anfus, ajdad, a'mida degan ustuni. ustunlar, fitya, Keyin ustunlar va fitya singari, ya'ni bolalar, yoshlar, yigitlar. yigitlar. Endi izohda ham aytilyapti, qaranglar, jama'a zalika ba'duhum biqawlihi بأفعل بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد deb bir baytga jamlagan ekan. Af'ul, af'al, af'ila, fi'la bilan sonni eng ozi bilinadi. Ya'ni yu'raful adna min al-adadi. وجمع القلة يبتدئ من 3 وينتهي ب10 وجمع الكثرة يبتدئ من 11 ولا نهاية له. O'zi arab tilida ko'pliklar ikki turga bo'linadi, to'g'rimi? Jam'ul qilla bor, ular 3 tadan boshlanib 10 bilan tugaydi. Jam'ul kasra deyiladi, ko'plikka dalolat qiladigan jam. Ular 10 bittadan boshlanib va oxiri nihoyasiz davom etadi. Mingta, millionta va hokazo shu kabi so'zlar bo'lishi mumkin. Keyin mana shu sonlarga oid bir ma'lumot, arab tilida million degan so'z yo'q. Nega bilasizmi? Yo'q. O'zbek tilida ham o'zi million yo'q-ku. O'zi hech qaysi tilda million degan so'z bo'lmagan. Keyinchalik muhdis kalima bu. Ne bo'lmagan? Chunki millionta sanaladigan narsa bo'lmagan. O'zi sonlar nimadan kelib chiqadi? O'zi mantiqda ham aytiladi-ku, sonlarning cheki yo'q deyiladi. O'zi aslida sonlarning cheki bor, buni ham isboti bor o'zi. Matematikada ham boshqa narsada ham isbotlanilgan. Sonlar sanalmishga qarab aytiladi-da o'zi. Masalan, arablar sonni nima maqsadda ishlatgan? Masalan, tuyalarni sanab ishlatgan. Qo'lidagi bor narsani sanaganda son ishlatiladi odatda. Bo'lmasa son ishlatilmaydi. Shuning uchun ham arablarning oldida va bizda ham qadimda sanashga millionta narsa bo'lmaganda, shuning uchun bu sonni ishlatishga ham hojat tug'ilmagan aslida. Xo'p, va mahallul farqi idza sumi'a lil mufrad al jam'an amma idza sumi'a ahaduhuma faqat يستعمل للقلة والكثرة معا والتمييز بالقرائن. Endi ular o'rtasidagi farq إذا سمع للمفرد الجمعان qachon farqlanadi? Ya'ni qachon bir so'zni mana shu 3 dan 10 gacha dalolat qilyapti yoki 10 tadan yuqorisiga dalolat qilyapti deymiz, qachonki bir mufradni ikki xil ko'pligi kelgan bo'lsa. Tushunarli? Masalan, nafsun kalimasini ikki xil ko'pligi kelgan, nufusun, anfusun. Tushunarli? 4 ta vaznga tushmasa jam taksir agar. U jamu kasra bo'ladi. Bular af'ul, af'al, af'ila, fi'la hozir aytildi. Shu vazndan boshqa barcha vaznlar jamu kasra. Demak, fu'ul vazni ham jamu kasra sanaladi. Agar ko'p jon haqida gapirilayotgan bo'lsa, undan ko'p nufus deyish kerak. Agar kam jon haqida gapirilayotgan bo'lsa, anfus deyish kerak bo'ladi. Endi ba'zida bir so'zni faqatgina bitta dona ko'pligi eshitilganda arablarda, masalan, rajulni rijal degan ko'pligi eshitilgan. Bundan boshqa ko'pligi yo'q. Va rijal aslida bu nima? Jam'ul kasra, jam'ul qilla emas. Lekin 3 ta kishiga ham biz nima deymiz? Salasatu rijal deymiz-ku. Shunda aytiladiki, ikkita ko'pligi eshitilmadimi? Uni jam'ul kasrasi ham jam'ul qilla ma'nosida bo'lishi mumkin deyiladi. Amma idza sumi'a ahaduhum faqat, mana faqat bittasi eshitilsa agar arablardan, u oz uchun ham ko'p uchun ham birgalikda ishlatilaveriladi. Ajratish esa qarinalar bilan bo'ladi. Qaysi bir ishlatilyapti? Qarina bilan bilamiz. Eng katta qarina son albatta. Salasatu rijal desak, demak rijal
jam'ul qilla bo'ladi. Keyin ba'zan aslida o'sha ko'plikni mafhumi, ko'plikdan tushunilayotgan so'z oz bo'lsa-da, boshqa maqsadda uni ko'plik qilishi mumkin, takror sodir bo'lgani uchun. Shuning uchun ham Imom Malik Muvattolarini birinchi kitobini, ya'ni bobini Vuqutus solah deb boshlaganlar. Vuqut vaqtunni ko'pligi, 12 xil ko'pligi bor vaqtunni. Avqot hamda vuqut. Avqot af'al vaznida, u jam'ul qilla, 3 dan 10 gacha bo'lgan namozga aytiladi. Namozlarni vaqti deganda o'zi aslida avqotus solah deyish kerak. Chunki farz qilingan namoz 5 ta-ku. Lekin Imom Malik vuqutus solah deb bob ochganlar. Aksar nusxalarda shunaqa keltiriladi, boshqa nusxalarda to'g'ri avqot kelgan. Lekin vuqut ham xato emas, izoh berishgan, chunki namoz garchi 5 vaqt bo'lsa-da, u takror o'qiladi. Shu e'tibordan u ko'p maqomiga, 10 tadan ortiq namoz maqomiga qo'yiladi deyiladi. Shunday narsa bo'lishi mumkin. Xo'p. وللكثرة 17 وزنا نحو حمر وكتب وصور وقطاع وهداة وسحرة وفيلة وركع وعزال ومرضى وجبال وقلوب ونبهاء وأنبياء وغلمان وقبان. Ko'pligini esa 17 ta vazni bor. Humrin eshaklari, kutubin kitoblar, suratlar, bo'laklar, hudatin hidoyat topuvchilar, yo'l ko'rsatuvchilar, sehrgarlar, fiyalar, yana fillar, rukka'in ruku qiluvchi, to'g'ri, roki'ani ko'pligi, ruku qiluvchilar. Uzzalin uzlab kesuvchilarmi? Yo'q, bu ta'na toshini otuvchilar, malomatchilar. Azilunni ko'pligi. Mardo rozi bo'linganlar. Yo'q. Mariyodunni ko'pligi. Bu bemorlar. Ha, to'g'ri. Kasallar, tog'lar, qalblar, intelligent deydi, o'qimishlilar, ambiyolar, bolalar va qubban, shohlar. Qadibni ko'pligi, shoh novda bor-ku. Ha, shohlar. Mana shu o'z vaznlarni o'zimiz keyin savolamizda, to'g'rimi? Ya'ni fu'ul, fu'al, fi'al, fu'at, fu'alat, fu'alatun bo'lishi mumkin ekan. Hudatun vazni fu'alatun bo'ladi. Masalan, odatda noqis ism foillarda shunaqa yasaladi. Hadin, hudatun, ramin, rumatun, arin, uratun va hokazo. O'sha aslida urayatun bo'lgan. Shuning uchun asliga ko'ra fu'alatun vaznida deb aytamiz. Ya'ni alif 3-o'zak harfi. Xo'p.